Oxirgi 20 yil ichida butun dunyo olimlari artroz borasida tortishib keladi. Lekin 2023-yilda osteoartrit va tog'ay jurnalida katta tadqiqot chiqdi. Olimlar dunyodagi 25 ta klinik qo'llanmani yig'ib, nima haqiqatan foyda beradi va nima foyda bermaydi solishtirib chiqishdi. Natija juda ham qiziq bo'ldi. Tizza artrozida olimlar faqatgina 3 tagina narsada bir fikrda, istisnosiz. Qolganlari hali ham bahsli. Shu 3 tasiga qimmat ukollar kirmaydi. Hamda protektorlar kirmaydi. Nomi chiqqan mazlar kirmaydi. Bad va vitaminlar ham kirmaydi. Bugun men sizga foydasini barcha olimlar birdek tasdiqlagan o'sha 3 ta narsa nima ekanligini bepul o'rgataman. Agar sizni ham tizza og'riqlari qiynab yuborgan bo'lsa, videoni albatta oxirigacha ko'ring. Operatsiya va ukol dorilarsiz davolanish sirlarini bilib borishlik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Boshlashdan oldin tezkor test o'tkazamiz. Hoziroq stuldan o'rningizdan turing. Agar turganda tizzangizda qirsillash bo'lsa, tomir tortishib qolsa yoki stulga suyanib qolsangiz, bu artrozning birinchi bosqich belgisi. Agar zinadan pastga tushayotganda tizzangiz go'yoki bo'shashib, pastga kirib ketayotgandek bo'lsa, bu ikkinchi bosqich belgisi. Agar ertalab uyg'onganingizda 15 daqiqa davomida oyog'ingizni yoza olmasangiz, bu uchinchi bosqich belgisi. O'z bosqichingizni eslab qoling. Video oxirida aynan sizning bosqichingizda nima qilish kerakligini bilib olasiz. Dunyoning barcha olimlari bir ovozdan qo'shilgan birinchi narsa bu mashqlar. Hozir xayolingizdan nima o'tayotganligini bilaman. Yana shu mashqlarmi? Buni 1000 marta eshitganman. Lekin shoshmang. Men sizga hali hech kim aytmagan haqiqatni aytaman. 2023-yilda Ortopediya va sport meditsinasi jurnalida chiqqan katta tarmoqli meta-analiz tizza artrozida mashqlarning 5 ta turini solishtirdi. 39 ta tadqiqot, 2646 nafar bemor va bilasizmi nima? Barcha 5 ta turdagi mashqlar hech nima qilmaslikdan ko'ra yaxshiroq ishlagan. Lekin ulardan biri og'riqni qoldirishda boshqa hammasidan zo'roq bo'lib chiqdi. Bu suzish va suvdagi mashqlar edi. Ikkinchi o'rinda velosiped yoki velotrenajyor. Uchinchi o'rinda son mushaklarini kuchaytiruvchi mashqlar. Uy sharoitida eng samarali mashqlarni batafsil tushuntirishlar bilan alohida videoda tayyorlaganmiz. Istaganlar uchun video ostida havola qoldiraman. Mashqlar nega ishlashini hozir tushuntirib o'taman. Sizning tog'ayingiz avvalgi videolarda aytganimdek gubkaga o'xshaydi. Tog'ayda qon tomirlari yo'q. U faqatgina uni siqib qo'yib yuborganingizdagina oziqlanadi. Divanda yonboshlab yotganingizda tog'ay quriydi. To'g'ri harakat qilganingizda esa tog'ay o'ziga ozuqa so'radi. Hech qanday ukol, hech qanday dori va hech qanday mas tog'ayni ishlashga majbur qila olmaydi. Buni faqatgina harakat qiladi. Shuning uchun olimlar bir fikrda. Mashqlar bu artrozga shunchaki yordamchi usul emas, mashqning o'zi asosiy davo hisoblanadi. Dorilar og'riqni vaqtinchalik oladi, mashqlar esa bo'g'imni tiklaydi. Endi aniq faktlarga o'tamiz. Agar sizda artroz birinchi yoki ikkinchi bosqich bo'lsa, eng oddiysidan boshlang. Uyda stulda o'tiring, qaddingizni tik tuting. Og'riyotgan oyog'ingizni polga parallel qilib to'g'ri ko'taring. 5 soniya ushlab turing. Pastga tushiring. 10 marta takrorlang. Bu kvadritsepsni, tizzaga tushadigan yukni olib tashlaydigan asosiy mushakni kuchaytiradi. Bu mashqni kuniga 3 mahal qiling. Har kuni 2 haftadan keyin sezasiz. Zinadan pastga tushish osonlashadi. 1 oydan keyin ertalabki shish va qotib qolishlar yo'qoladi. 3 oydan keyin esa og'riq 30-40% ga kamayadi. Bu mening taxminim emas. Bu o'nlab tadqiqotlardan olingan ma'lumotlar va faktlar. Asosiy qoida mashqlarni har kuni qilinishi kerak. Haftada 1 marta qilish befoyda. Qaytarib aytaman, befoyda. Haftada 1 marta 1 soat qilgandan ko'ra, har kuni 5 daqiqa qilgan 1000 marta yaxshi. Dunyo olimlari bir ovozdan qo'shilgan ikkinchi narsa tizza artrozida vazn tashlash, ya'ni ozish. 2024-yilga tarmoqli meta-analiz, yana o'sha osteoartrit va tog'ay jurnali, 13 ta klinik tadqiqot, 2800 nafar bemor, hammasida tizza artrozi va ortiqcha vazn bilan. Olimlar bitta savolga javob izlashdi. Og'riqni haqiqatan kamaya boshlashi uchun vaznning necha foizini tashlash kerak? Javob: hozirgi vazningizning kamida 7%. Undan kam bo'lsa, deyarli foydasi yo'q. 7% va undan yuqori bo'lsa, og'riq sezilarli darajada kamayadi. Keling, barmoqlarda hisoblaymiz. Agar vazningiz 90 kg bo'lsa, siz 6,5 kg tashlashingiz kerak. Agar 100 kg bo'lsa, 7 kg tashlashingiz kerak. Agar 80 kg vazningiz bo'lsa, 5,5 kg.
Bu shunchaki ozish kerak degan balandparvoz gaplar emas. Bu real raqamlar. Nega aynan vazn? Bu ham oddiy fizika. Tik turganingizda tizza sizning vazningizni ko'tarib turadi. Yurganingizda esa tizzaga 3-4 barobarroq ko'p yuk tushadi. Tarozidagi har bir ortiqcha kilogramm zinadan ko'tarilayotganda tizzangiz uchun 7-8 kilogramm ortiqcha yuk degani. Tasavvur qiling, har kuni yelkangizda bir qop guruch yoki nevarangizni ko'tarib zinadan chiqyapsiz. 7% vazningizni tashladingizmi, tizzadan 30-40% yukni olib tashladingiz degani. Bu eng zo'r qimmat ukollardan ham samaraliroq, arzon yechim. Endi eng asosiysi qanday qilib to'g'ri vazn tashlash kerak? Bu yerda ham olimlar yaqdil. O'sha meta analiz ko'rsatadiki, eng samarali yo'l bu parhez qo'shilgan mashqlar. Faqat parhezning o'zi ham emas, faqat mashqlarning o'zi ham emas. Ikkalasi birgalikda. Nega deysizmi? Agar siz faqatgina parhez qilsangiz, vaznni yo'qotasiz, lekin mushaklarni ham qo'shib yo'qotasiz. Mushak esa tizzani ushlab turadigan yagona himoyadir. Nima uchun? Ozdingiz, lekin tizzani himoyasi zaiflashdi. Shuning uchun faqatgina parhez qilish bu o'zini o'zi aldash. To'g'ri ozish mana bunday bo'ladi. Har kuni o'zingizning normangizdan 500 kaloriya kamroq ovqatlanasiz. Bunga qo'shimcha qilib, hozirgina gaplashgan mashqlarimizni bajarasiz. Bu haftasiga 700-800 grammdan barqaror ozishga olib keladi. 3 oyda 10 kilogramm, yarim yilda esa 20 kilogramm ozasiz. Hech qanday mo'jizaviy tabletkalar kerak emas. Reklama qilinadigan dahshatli parhezlar ham kerak emas. Shunchaki kamroq yeyish, ko'proq harakat qilish. Butun dunyo olimlari mana shunga rozi bo'lishgan. Aniq nima yeyish, nimani kamaytirish kerakligi haqida alohida videoda batafsil ko'rsatganmiz. Ushbu videoda javob topishingiz mumkin. Video ostida havola qoldiraman. Uchinchisi va bu eng kutilmagan narsa. Dunyo olimlari bir ovozdan ma'qullagan, lekin hech kim ochiq gapirmaydigan haqiqat. Bu bemor o'z kasalligini tushunishi, uyda o'ziga o'zi qanday yordam berishni bilishi. Bilaman, birinchi eshitganda qandaydir quruq gapga o'xshab tuyuladi. Hozir tushuntiraman. Nima uchun olimlar bu narsani mashqlar bilan teng qo'ygan. 2023-yilda JAMA jurnalida Amerika tibbiyot assotsiatsiyasining eng nufuzli jurnali katta sharhi chiqdi. Tizza artrozida birinchi navbatda qilinishi kerak bo'lgan 3 ta narsani ochiq aytib berdi. Mashqlar, kerak bo'lsa ozish va diqqat qiling, bemorning o'z kasalligini tushunishi va uyda o'ziga o'zi yordam bera olishi. Dorilar emas, ukollar emas, operatsiya emas. Bu narsa mashqlar bilan bir qatorga qo'yilgan. Amalda bu nima degani? O'z kasalligini tushungan bemor artroz o'zi nima? Tog'ay nega bunday tuzilgan? Uni nima o'ldiradi, nima qutqaradi? Mana shuni bilgan bemor shunchaki dori ichib uni o'tib ketar deb kutib o'tiradigan bemordan ko'ra tezroq tuzaladi. Nega? Chunki artroz bu sizning o'rningizga kimdir kelib davolab beradigan kasallik emas. Doktor sizga yo'l ko'rsatishi mumkin, dori yozib berishi mumkin, mashqlarni o'rgatishi mumkin, lekin amal qiluvchi bu o'zingiz. Va agar siz bularni nima uchun qilayotganligingizni tushunmasangiz, 2 haftadan keyin tashlab yuborasiz. Chunki artroz bu virus emas. Shamollashdek tabletka ichib tuzalib ketadigan. Bu yemirilish va bu faqatgina sizning har kungi to'g'ri harakatingiz bilan to'xtaydi. O'sha 2023-yilgi tahlilda olimlar faqatgina nima ishlashini emas, nima ishlamasligini ham birdek tasdiqlashgan. Ya'ni nimani tavsiya qilishmaydi. Va mana shu joyda siz hayron qolasiz. Birinchisi, artrozda artroskopiya qilish. Bu tizzaga kamera kiritib bo'g'imni tozalaydigan operatsiya. Dunyoning barcha sifatli qo'llanmalari bir fikrda. Artrozda bu foyda bermaydi. Bu pulni havoga sovurish. Ikkinchisi, o'zak hujayralari ukollari. Juda ham moda bo'lgan, juda ham qimmat, rosa reklama qilinadigan. Dunyoning barcha jiddiy qo'llanmalari bir xil xulosaga kelgan. Tizza artrozida ular yordam berishiga dalillar yetarli emas. Bu sizning pulingiz hisobiga qilinayotgan tajriba xolos. Uchinchisi, koks artrozida, ya'ni chanoq son bo'g'imi artrozida gialuron kislotasini bo'g'im ichiga yuborish. Tizza artrozida olimlar hali ham bahslashmoqda. Bir qismi yordam beradi deydi, boshqa qismi esa yo'q. Lekin koks artrozida yetakchi olimlar bir joyda to'xtagan. Koks artrozida foydasiz. Endi esa foydasi tasdiqlanganlar ro'yxatida nimalar yo'qligiga e'tibor bering. Xandaprotektorlar yo'q, kollagen yo'q, qimmat badlar yo'q,
mo'jizaviy mazlar ham yo'q. Men ularni zararli deyotganim yo'q. Men aytayotganim, dunyo olimlari ularning ishlashiga hali shubha qilishyapti. Bu degani dalillar yetarli emas. Nima aniq ishlashini esa yuqorida ko'rib chiqdik. Endi video boshidagi test esingizdami? Artroz bosqichingizni eslab qolishingizdan so'ragan edim. Agar sizda birinchi bosqich bo'lsa, biz gaplashgan mana shu 3 ta narsa 6 oy ichida sizga sog'lom tizzalaringizni qaytarib bera oladi. Dorilarsiz, ukollarsiz. Bu shunchaki quruq va'da emas. Bu statistikaga asoslangan fakt. Agar ikkinchi bosqich bo'lsa, 1 yil ichida og'riqni sezilarli darajada kamaytirasiz va jarayonni to'xtatasiz. Bosqichlar orqaga qaytmaydi, lekin kasallikning rivojlanishi to'xtaydi. Agar 3-bosqich bo'lsa, bu 3 ta narsa sizga operatsiyasiz va qattiq og'riqlarsiz yashashga imkon berishi mumkin. To'liq davolab yubora olmaydi. Bilaman, hozir kimdir aytishi mumkin, lekin menda og'riq kuchli. Men uyda 6 oy kutib o'tirishga chida olmayman. Tezroq natija kerak. Sizni tushunaman. Hamma bemorga ham uyda davolanish yetarli bo'lmaydi. Ayniqsa, agar sizda 2-, 3-darajali artroz bo'lsa, ertalabki qotish yarim soatdan oshib ketgan bo'lsa, oddiy yurishda ham og'riq boshlangan bo'lsa yoki 2 oy mashq qilib ko'rdingiz, lekin hech qanday o'zgarish bo'lmasa, uydagi mashqlarning yakka o'zi kamlik qiladi. Bu yerda maxsus mutaxassis nazorati va kompleks dastur kerak. Bu holat sizda ham kuzatilsa, men sizga Delta klinikasini tavsiya etaman. Bu yerda siz artroz, koksartroz, menis shikastlanishi, grija va boshqa bo'g'im kasalliklarida operatsiya, ukol va dorilarsiz davolanishingiz mumkin. Zamonaviy texnologiyalar, barcha sharoitlari bor LFK zali va eng muhimi, professional kinezioterapevt, reabilitologlar siz bilan individual shug'ullanadi. Faqat konservativ usul bilan birinchi kursdan keyin bemorlarning ko'pchiligi og'riqning sezilarli kamayishini sezadi va harakatlari yengillashadi. Batafsil ma'lumot uchun manzil va telefon raqamlarini pastda qoldiraman. Lekin eslatib qo'yay, agar sizning holatingiz endi 1-daraja artroz belgilari bo'lsa, bugungi aytgan 3 ta narsam sizga yetib ortadi. Davolanishga oylab pul yig'ib, xavotirga tushib, har xil klinikalarga, tabiblarga pul sarflashingiz shart emas. Avval bunga 2-3 oy amal qilib ko'ring. Ko'pincha boshqa hech narsa kerak bo'lmaydi. Men sizdan hoziroq nima qilishingizni xohlayman. 3 tagina harakat. Birinchisi, ertaga ertalab odatdagidan 15 daqiqa vaqtliroq turing va men ko'rsatgan o'tirgan joyda to'g'ri oyoq mashqini bajaring. Bir haftadan keyin emas, ertagayoq. Ikkinchisi, taroziga chiqing va vazningizni yozib qo'ying. Agar ortiqcha vazn bo'lsa, 7% qancha bo'lishini hisoblab chiqing va vazn tashlang. Bu sizning keyingi 3-6 oylik maqsadingiz bo'lishi kerak. Uchinchisi, har kungi og'riqni baholab boring va o'zgarishlarni kuzating. Agar bu videomizni foydali deb bilsangiz, bizni qo'llab-quvvatlashingiz uchun like bosishingiz yoki izohlarda fikrlaringizni qoldirishingiz mumkin. O'zingizni asrang va esingizda bo'lsin. Dori va ukollar sizni davolamaydi. Sizni har kuni qiladigan to'g'ri harakatingiz davolaydi. Kelasi videolarda ko'rishguncha xayr.